Marjana, yaxshimisan? Yaxshiman. Ular menga, men ularga qaytadan ko'nikyapmiz. Bu nima degani? Men endi ammajon, boshimga chiqib oladigan, qul qilib ish qildiradigan avvalgi Marjon emasman. Endi ular men bilan hisoblashishga majbur bo'ladigan kelin bo'ldim. Qanaqasiga? Ha. Birinchi o'rinda o'qishim. Vaqtim bo'lsa ovqat qilaman, uy yig'ishtiraman. Qo'y. Bo'lmasam, ana uyda bekorchi qiz bor. Sojida. O'sha qiladi. Ammam hushidan ketib qolmayaptimi bu shartlaringda? Yo'q, hali. Turli xil bahona izlab yuribdi. Meni yana qaytadan xizmatkor qilish uchun, lekin foydasi yo'q. Marjana, oldin bir qo'rqoqqina qiz eding. Shuncha jasoratni qayerdan olyapsan? Shunaqa. Matluba ammam bu quloqsiz, vijdonsiz kelini dastidan dod deb yuribdi. Lekin shunaqa-da. Bilasizmi? Bitta narsani o'ylab qoldim, amma. Nimani? Amma endi men aytganimni qiladigan, uyda duo qilib o'tiradigan qaynanaga aylanish kerak. Bu oson bo'lmaydi. Ammam hech qachon bunaqa qilmaydilar. Bo'ladi. Mana ko'rasiz. Bo'lmaguncha qo'ymayman. Ko'ramiz. Harakat qilib ko'rchi. Bahs boylaysizmi? Mayli. Agar men yutsam, buvimdan qolgan qizil ko'zli o'zingni berasiz. Bo'ldi, xo'p. Agar men yutsam, onamdan qolgan bilaguzuk bor-ku sendagi, o'shani berasan. Kelishdik. Bo'ldi? Qara lekin. Lekin qaynonangni tarbiyalash senga qimmatga tushmasin. Menimcha qaynonamning o'zgarishi sizga qimmatga tushsa kerak. O'zingni tayyorlab qo'ying. Senda aylansin o'zing. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words. Menga qarang. Siz kimni megajin deyapsiz? Ha? Ha, sen megajin bo'lganingdan keyin megajin deyman-da. O'zingiz megajinsiz, tushundingizmi? Hey, og'zingga qarab gapir. O'zimni uyimga menga sakrama, tushundingmi, satang? Toriga qol, satang. Satang? Kim satang ekan? Sen O'zingiz satangsiz, xo'pmi? Hali ko'rsatib qo'yaman kim satang bo'lishini. Sen menga Siz-chi meni asabimga tegurmang, tushundingizmi? Sen bilmasang hali. Voy, obyoraman. Qo'yvoring. Voy, nima qilyapsiz? Men bu uyda odamga o'xshab yashamayapman. Bo'ldi, opa. Holim shu, ha? Yura shunaqa. Oling choy iching, opa. Shu mana shu iflos meni bir kun tinimni bermayapti. Siz ham ko'rdingiz, o'zingiz ham ko'rdingizmi? Meni nima dedi hozir, nima dedi, a? O'zingiz ham ko'rdingizmi? Norgul opa. Voy, keliningizdan-e. Bilasizmi? Erim ham, o'g'lim ham mana shuni yonini oladi. Uyda hech kim yo'qligida mana shunaqa qilib urushadi men bilan. O'sha. Alo, Nodir aka. Balo bo'ldi, battar bo'ldi. Qayerdasiz? Tinchlik emas. Agar hoziroq yetib kelib, mana shu quturgan oningizni tinchlantirmasangiz, men uyga militsiya chaqiraman. Oyingiz menga vahshiylarcha yopishib, sochimni yulib tashlandilar menga. Boshim og'riga umuman chida olmayapman. Agar hozir tez yetib kelmasangiz, o'sha militsiyani hoziroq chaqiraman. Hali ko'rsatib qo'yaman. Qo'l ko'tarish qanaqa bo'lishini. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat.
Meni Asal qizim qalay? Sizni charchatib qo'ymayaptimi? Ha yo'q. Nega charchatadi? Oyoq bo'lsa o'zini. Ko'kotda qiz bo'lib qoldi, xudo xolasa. Tinchlikmi oyi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'ldi o'zi? Qo'yaver bolam. Ishdan charchab kelding o'zing. Seni ham kayfiyatingni buzmay. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Kayfiyatim uncha-munchaga buzilmaydi. Aytavering. Shu xotiningda Yana nima qildi? nabiram sho'rlikni chirqiratib yig'latdi. Yig'latdi? Ha, Nimaga? oshxonada o'ynab, bu ozgina guruch to'kib qo'ygan ekan. Shunga siltalab, buni urishib, yig'latib, qiynab yotibda shunda ustiga kirib qoldim. Nega uradi bolani? Nimaga unaqa qiladi? Ha? Soat necha bo'ldi hozir? Assalomu alaykum oyijon. 6 bo'lyapti. Ha? Ovqatni endi nechida tayyor qilasiz? Bilmadim. Nima, shu vaqtliroq o'qishdan kelib ovqat pishiradigan vaqtingiz ham bo'ladimi sizni? Bilmadim oyijon. Nima qilay? O'qishim shunaqa cho'zilyapti. Atay qilyapmanmi? Bunaqa o'qishni yig'ishtiring. Ro'zg'orni, uyni ishlarini boplab qilib qo'yib, keyin o'qishingizga keting marhamat qilib. Xo'pmi? Tushunmadim oyijon. Nimasiga tushunmaysiz? Bunaqa o'qishni yig'ishtiring deyapman. Buchi o'z boshimchalikdan boshqa narsa emas. Buni iloji yo'q, ammajon. Amma dema. Men senga amma emas, qaynona bo'laman. Oyijon de endi ahmoq. Sizni aytganingiz bo'lmaydi oyijon. Hech qachon. Birinchidan o'qishga boraman. Vaqtim bo'lsa, darslarim vaqtliroq tugasa, uyga kelib ovqat qilaman. Vaqtim bo'lmasa kutmang ham. Bo'lmasam, ana turmushga chiqib ketguncha erkatoy qizingiz qilsin. Voy yanga, ko'p ham o'zingizdan ketmang. Men hech qanaqasiga ovqat pishirmayman. Nega pishirmaysiz? Nima? Sizni shohingiz bormi? Ha? Men bu uyda yosh qizman. Siz kelinsiz. Demak, bu sizni vazifangiz? Qiziq. Unda sizni vazifangiz nima? Kuni bilan taka saltingda yotishmi? Kar bo'lmasangiz, ko'rmassiz. Oyoq qo'lingiz binoyda ishlaydi. Yoki sholmisiz, a? Voy. Bo'ldi qiz. Indamasa haddingni oshma. Meni qizim bilan ishing bo'lmasin. Tushundingmi? Sen qilasan degan ishni qil, tamom va salom. Gapni qisqaroq qil. Tushundingmi? Uzr oyijon. Men har kuni sizlarga ovqat qilib bera olmayman. Chunki o'qishim qiyin. Shundan ortgan paytim qilib beraman. Bo'lmasam yo'q. Yaxshi, yaxshi. Unday bo'lsa, kechqurun bo'lsa ham ertangi kunga ovqatni tayyorlab, keyin ketasan. Qilmayman. Men ham odamman. Charchiyman. Ovqat qilib o'zinglar yeylar. Men bilan erimga mayli. Pishirmanglar. O'zimizni qornimizni o'zimiz bir amallaymiz. Nima? Ha, shu. Meni ham tushuninglar axir. O'qishim bor deyapman. Qachon o'qishdan bo'shasam, o'shanda ovqat qilaman. Gapim shu. Iltimos. Nima? Qara. Nima dedi bu? Shuncha gapni menga gapirib kirib ketdimi hozir? Adabini bering, oyi. Hali qarab tursin bu. Eshigini ochib chiqadi-yu bu yoqqa. Shunda ko'rsataman bunga. Yur, o'zimiz bir narsa qilaylik bunda. Yur. Uflama, yur. Oyi, Samira. Nodir aka, Oyi, keldingizmi? nima bo'ldi? Tinchlikmi? Meni-chi oyijon, bilasizmi nima qildilar? Meni shunda sochimdan ushlab, meni urib tashladilar. Nimaga? Ey Magaji, o'chir ovozingni, tuhmat qilma menga. Sen o'zing men Qumrxon bilan o'tirsam tashlanding-ku. Oyi, nima Qumri opa kelganmidi? Ha, meni ko'rgan kelgan ekan. Oldi gaplashib o'tirsang, buni behayon kirib olib tashlanyapti. Ha, endi men o'tirishim kerakmi? Tavba, oyiz yolg'on gapiryaptilar. Oyizni o'zlari meni g'iybatimni qilib o'tirishgan ekan. Boshimdan mag'zava ag'darayotgan ekanlar. Men nega unaqa qilyapsiz oyijon deyishimni bilaman. Shunday meni sochimga tashlanib, sochimni yulib tashladilar. Menga qarang oyi, bu oxirgi marta. Agar yana Samirani xafa qilsangiz, biz boshqa uy olib chiqib ketamiz.
To'g'ri aytasiz. Men to'yib ketdim. Iltimos, bu uydan alohida uy olib chiqib ketaylik. Meni nomimga olib bering o'sha uyni. Iltimos. O'shanda tinch yashaymiz. Bo'lmasam oyizcha o'sha uyni ham borib olib qo'yishi Eshitdingmi mumkin. gapini? Voy tulki, voy aferist. O'zim nomingga deyaptimi? Unga sen kerak emassan. Bunga seni puling, seni mashinang, seni uying kerak. Ey, oyi, bo'ldi qiling. Menchi oyizdan qo'rqqanim uchun menga uy olib bering deyapman. Meni darrov yomon deydilar, ko'ryapsizmi? O'zingdan jabrdiyda yasama. Ay, meni boshim aylanyapti. Bo'ldi, sen Tepaga chiqaver. chiqaman. Voy, o'lib qolaman, bechora. Oyi, Boshim. men sizni ogohlantirdim. Nima qilmoqchisan? Dadamga ham aytaman. Keliningizni xafa qilishni bas qiling. Ha, bilasiz, bolamiz bor, bolamizga ta'sir qiladi. Qanaqa bemehr buvisiz? Nabirangizni o'ylamaysizmi? Ey, O'sha yolg'onchiga sen ishonib yashaver. Men ikki dunyoda ham ishonmayman. Hey, buni bolasi bor-ku sendan emas. Men uni hech qachon nevaram deb qabul qilmayman. Hali tug'vasin senga isbotlab beraman. Xotin quli, xotin quli. Menga qara, Marjona. Marjona. Sen juda ham o'zgarib ketgansan. Yaxshi tomongami, yomon tomongami? Bilmayman. Lekin borgan sari avvalgi Marjonaga o'xshamayapsan. Hayot hamma narsani va hamma insonni o'zgartiradi. Fikringga qo'shilmayman. Nega? To'g'ri, hayotda hamma narsa o'zgaradi. Chunki bu dunyo shu asosga qurilgan. Hamma narsa o'sadi, rivojlanadi, tusini, shaklini o'zgartiradi. Keyin yo'qlik sari ketadi. Lekin sof inson tuyg'ulari hech qachon o'zgarmaydi. Tuyg'ular ham o'zgaradi. Nimani? Sen shunaqa o'ylaysanmi, Marjona? Chunki hayot haqiqati shunaqa. Marjona, Ha, sen qoldingmi? Men ketdim. buncha burni ko'tarilib ketibdi buni. O'zgargani ham mayli. Odamni mensimadi ham. Ko'ramiz, qachongacha kelilarkansan. Rostdan ham bolani Nodir lo'qi bo'yniga ilintirdingmi? Ildim. Erkak bo'lmay o'lsini lo'q-ku buring. Ana choyli deb so'ramadimi? Unaqa so'rash xayoliga ham kelmadi. Meni sevib qo'ygan, aqli hushidan ayrilgan. Ikki og'iz shirin gapirsam, erib ketadi. Samiramonu? O'sha-ku. Hozir. Ey! Shu payt o'chma. Oy, quvvati tugadi. Voy, Juda ham zerikib ketdim. Qornim ham ochdi. Go'sht yegim kelyapti. Bo'ldi. Qozon kabob bo'ladimi? Bo'ladi. Ketdik. Qani? voy. Ola olmadim. Lekin buni Norgul opaga aytishim kerak. Voy, bechora Norgul opa kuyibdi-ya, kelindan kuyibdi-ya. Qizimga o'gaylik qilasan deb hech ham o'ylamagandim. Rustam aka, bunaqa bo'lgani-yu, nega o'gaylik qilaman? Qanaqa bo'ldi unda aslida, gapir. Asl haqiqat siz o'ylaganchalik emas. Keling tushuntirib beraman. Nahotki shu gaplarga ishonayotgan bo'lsangiz? Tushunmadim. Hozir meni onamni yolg'onchiga chiqaryapsanmi? Yo'q, unaqa emas. Qo'ysizchi, vahma qiladigan hech narsa bo'lgani yo'q. Mayda juda gaplandib, janjal qilmang. Men uchun eshitib qo'y. Onam bilan qizim ustida bo'layotgan gaplar hech qanaqa mayda-chuda gaplar emas. Tushunarlimi? Meni noto'g'ri tushunyapsiz, Rustam aka. Iltimos, o'zingizni bosing. Gaplashib olaylik. Meni yaxshilab eshit. Men uchun onam va qizim dunyoda birinchi o'rin. Ularni deb hatto hammadan voz kechaman. Sendan ham hech ikkilanmasdan. Voy mushtari, erim bor-u. U kelini emas, o'zini qiziqib olgan. Voy, biram maqtaydi, biram maqtaydi, biram maqtaydi. Voy, shoshmang. Voy, menga qara, o'zim telefon qilib boraman hozir mushtari. Voy, Voy, yaxshimisiz, Qumrixon. tuzumsiz? Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Namuncha haziraysiz? Ha, sizga yetaman deb charchab qoldim-da. Voy, telefon bilan bo'lib ko'rmay qolibman-da, tinchlikmi? Opa,
bomba yangilik bor. Shunday hayotdan charchab ketdim. Menga qarang, Qumrxon. Mana shu bomba yangiligingiz menga yordam beradimi? Hayotimni muncha bo'lsa ham o'zgartiradimi? Albatta yordam beradi, opa. Qani aytingchi. Keliningizni bitta mashinada, bitta erkak bilan o'tirganini ko'rdim. Mazza qilib gaplashib, bitta gapiradi, o'nta gapiradi, o'nta kuladi. Ani erkakning yelkasiga boshini qo'yib, suzilib o'tiribdi. Voy, boshi uzilsin uni, boshi uzilsin. Keyin erkakni qo'llaridan ushiydi, silaydi. Iloyim, ushlagan qo'llari uzilib tushmasa rozi emasman. Shundoq olmoqchi edim. Shundoq telefonni olib, shundoq olmoqchi edim, lekin quvvat tugab qoldi. Sizgina ya, Qumrxon. Bilasizmi? O'zi uyda mana shu kelindan gap boshlasam, hamma meni og'zimga uryapti. Agar shunga telefonda rasmmi, videomi isbot bo'lganda, shunday haydatib yuborgan bo'lardim. Bo'yniga qo'yardim. Bu makora keliningiz bo'yniga oladimi? Shuda. Hech qachon. Hada. Olmaydi. Menga qarang. Shu uchun siz bilan bir kuni keliningiz orqasidan tushamiz. Bir kun emas, bir kun qo'lga tushadi. Rasmga olamiz, videoga olamiz. Bo'ldi? Bo'yniga qo'yamiz. Zo'r bo'lardi, Qumrxon, zo'r bo'lardi. Rasmga olsangizmi, video qilsangizmi, ko'rsatardim-da. Haydatardim ko'chaga. Albatta. Shunaqa qilamiz. Menga ishoning, xo'pmi?